Hammaga assalomu alaykum. Xorazm kanalining obunachilari, bugungi videomizda Urganch Obxodnoy bu yon tomonimiz Xanqa ketaverish yo'l, bu yonimiz esa Chalish bozor tomoni. Ular 4-ko'chada deb ataladi ekan. Shu yerdan kelaverishlaringizda 420 kvadratli remont, prям shkarniy remont bo'lgan hovli joyimiz sotiladi ekan. 2 etaj ajoyibgina remontdan chiqib turibdi. Ekranda egani nomeri bo'ladi. Bemalol tepib bog'lanasizlar. Hozir sizlarga uyning ichkari tomonini ko'rsatib o'tamiz. Bu yon tomonimizda Pojanniy xod tomonda garaji bo'ladi ekan. Garaj ham bor orqa tomonda. Ne ko'rib turganingizdek, bu yon tomonimiz garaj, orqa tomoni. Eshikimiz aldidan kamerasi qo'yilgan. Kelaverishlaringizda bu yon tomondan bir kamera turibdi. 3-kamera. U tomonidan 4-kamera bor. Xullas, uyingizda polni kamera bilan tekshirib, ya'ni kuzatib borishingiz ham mumkin. Variantlarni aytib o'tamiz. Agarda shunday shkarniy remont qidirib yurgan do'stlarimiz bo'lsa, shu videoni jo'natib qo'ysangizlar. Uyimizga kirib kelaverishlarimizda do'stlar, qarasangizlar, ajoyib remont bo'lib turibdi. Hammaga shunday uylar nasib etsin. O'ng tomonimizda katta qo'l yo'ni. Umonliklari, oynasi ham bor. Gaz ve suvdan muammo yo'q deyiladi. Ajoyibgina. Agarda ega bilan kelishsangizlar, polni hamma mebel jihozlar bilan qolishi mumkin. Agarda yo'q desangizlar, polni uyini shunday remont bo'lgan holatida qoldiriladi. Bu yanımız birinchi zalimiz. Ko'rib turganingizdek, bu yerimiz ham 5-4. Deparamizda notojniy potolok, lyustralar qo'yilgan. Birinchi etajimizga ahamiyat bersangizlar, hammasini damir reshotkadan oldindan qo'yilgan. Bu yon tomonimizda spalniy bo'ladi, bu yonimizda bir katta zalimiz. Zalimizdan ko'rib o'tsangizlar. Bir zalimiz 5-8 bo'ladi do'stlar. Ajoyibgina bizam yurak bilan remont etilgan ekan. Hamma bir-biridan mos kelib turishini qaranglar. Bu yonimiz spalnimiz 5-4 bo'ladi. Dağlanımızda razmerine geladigan bo'lsak, 16-4. Kuxnyamizga keladigan bo'lsak do'stlar, ahamiyat beringlar. Bu yonimizda kuxnya. Uni chiroyli bo'lib, podmaz o'tirilgan kuxnya mebeli. Bu yonimizda o'tirib choy ichadigan xonamiz. Bog' tomondan ko'rsangiz, yana orqa tomonimizda bizda otiz bor. Bemalol bu yerdan o'choqlarni qo'yadigan. Bog' tomonda bitta tualet, garajimiz bor. Garajimizdan bemalol 3 mashina sig'adi o'xshaydi. Garajimizdan ko'rib o'tsangizlar, to'g'ri 3 mashina sig'adi. Eğer usta bo'lsangiz, bu yerda mashina taxlitma uchun bu yerda yana imdin joylar ham bor ekan. Ikkinchi etajga chiqadigan bo'lsak, do'stlar qaranglar. Zinamizni ko'rib olinglar, ajoyib qonam. Xushro'yatli to'qlama.
Yanımızda bir katölni. Kameradan bir deyin yapalım, görseyizler ham bo'laveradi. Bir yanımız tuvalet banyosu. İkinci etaja çıksak, zinamız görüp turganimizdan ajoyib kuni. İkinci etaj ham kengina ekan. Katta bir dalon, G variantda. İbanimizda 2 spalni va bitta zal. İkinci etajimiz polniy plita bilan bostirilgan, ustidan plus ham taxtam urgan ekan. Departamentning patolog 12 ga 4 ekan bu. İban tamamımızda 2 spalni, buni biz kattasidan boshlaymiz. Bu spalnimiz 6 ga 4. Endi navbatdagi xonamiz. 3,5 lyustralar qo'yilgan. Bu yon tomon 2-etajga chiqaverishdan oyna qo'yilgan, lyustrasi. Ana endi uyini ko'rib bo'ldingizlar, pulidim qiziq bo'lsa kerak. Puluna keladigan bo'lsak, egalari aytib turibdiki, hamma jihozlari bilan 200 ming dollar deydilar. Agarda yo'q, uyingizni qoldirsin desangiz 180 ming dollardan kelishiladi ekan. Yoki Urganch markazidan 200 kvadratli remonti bitgan kottejlaringiz bo'lsa, barcha ishlashadilar. Bemalol tepib bog'lanaversa, ekranda egani nomeri. Agar kimda kim shunday uy qidirib yurgan bo'lsa, yuborib qo'ysa o'sha videomizni juda ham xursand bo'lamiz.